Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun men sizlarga yozuvchi, shoir, tarjimon, dramaturg 20-asr o'zbek adabiyotining ulkan namoyandalaridan biri, o'zbek romanchiligi asoschisi Abdulla Qodiriy Jo'lqinboy haqida ma'lumot bermoqchiman. Abdulla Qodiriy 1894-yil 10-aprelda Toshkent shahrining Eski Jo'va mahallasida tavallud topgan. Adibning otasi Qodir bobo xon beklar qo'lida sarbozlik qilgan. Rus bosqini paytida Toshkent mudofaasida qatnashgan. Adib o'z tarjimai holida shunday deydi: har holda bemavridroq bo'lsa kerak, kambag'al, bog'bonlik bilan kun kechirguvchi bir oilada tug'ilganman. Yoshim 9-10larga borgandan so'ng men maktabga yubordilar. Maktabda 2-3 yil chamasi eski usulda o'qib, keyin vaqtlarda oilamizning nihoyatda qashshoq kun kechirgani vajhidan 12 yoshimda meni bir boyga xizmatchilikka berdilar. Xo'jayinim o'zi savdogar kishi bo'lib, o'rischa yozuv-chizuv bilaturgan odamga muhtoj edi. Shu tama bo'lsa kerak, meni o'ris maktabga yubordi. 1912-yilda manufaktur bilan savdo qiluvchi bir kishiga yiliga 50 so'm barobariga prikazchik bo'lib kirdim. Adib tarjimai holida adabiy faoliyatining boshlanishini shunday xotirlaydi: shu miyonlardan bozor vositasi bilan tatarlardan chig'adirg'on gazetalarni o'qib, dunyoda gazeta degan gap borlig'iga iymon keltirdim. 1913-yilda o'zbekcha Sadoi Turkiston, Samarqand, Oyina gazetalar chiqa boshlag'ach, menda shularga gap yozib yurish fikri uyg'ondi. Adibning ilk chiqishi Sadoi Turkiston gazetasining 1914-yil 1-aprel sonida Abdulla Qodiriy imzosi bilan Yangi masjid va madrasa nomli xabari bo'ladi. Adibning 1917-yili oktyabr to'ntarishlaridan keyingi faoliyati asosan matbuot, ya'ni publitsistika bilan bog'liq. 1919-1925-yillar oralig'ida 300 ta turli maqolalar, publitsistik asarlar yaratgan. Abdulla Qodiriy jurnalistik faoliyati haqida xulosa: boshqalarning xizmati daftar bilan sobit bo'lsa, mening xizmatlarim matbuot bilan ravshandir, deydi. Abdulla Qodiriy adib va shoir sifatida 1912-yillarda faoliyatini boshlagan. To'y, ahvolimiz, millatimga, fikr aylagil kabi she'rlari, baxtsiz kuyov dramasi, juvonboz hikoyasi uning ilk asarlaridir. Qodiriy shunday xotirlaydi: 1913-yildan chiqqan Padarkush ta'sirida baxtsiz kuyov degan teatr kitobini yozib yuborganimni o'zim ham payqamay qoldim. Yana shu yilda teatrlarda chiqib turgan hikoya va romanlarimga taqliddan juvonboz otli hikoyachani yozib, noshir topilmaganidan o'zim nashr qilib yubordim. Nikolay taxtdan yiqilganidan keyin oddiy xalq militsiyaga ko'ngilli bo'lib yozdim. Abdulla Qodiriy ahvolimiz she'rini 21 yoshida yozgan. She'rda ko'tarilgan muammo o'zbek xalqi uchun hamon dolzarb. Adibning bu kabi she'rlari millatparvarlik, ma'rifatparvarlik ruhida yozilgan bo'lib, jadidchilik g'oyalari bilan sug'orilgan. Muallif unda millatning zabun holatidan kuyunib so'zlaydi, uyg'onishga da'vat etadi, fikrlashga undaydi.